2026 yilgi Jahon chempionatida tomosha qilinadigan o'yinchilar. Analist 26 Opta analist. ikki ming yigirma olti yilgi FIFA Jahon chempionatida tomosha qilish uchun eng yaxshi yosh futbolchilar kimlar? Ispaniya meri Ebola xavotiri tufayli Kongo Demokratik Respublikasi bilan o'rtoqlik uchrashuvini bekor qildi. Kongo Demokratik Respublikasining kelasi hafta Ispaniyada Chiliga qarshi xalqaro o'rtoqlik o'yini rasmiylar Afrika davlatida Ebola epidemiyasi bilan bog'liq sog'liq muammolarini ko'tarishi ortidan bekor qilindi. Jude Bellingham 10 raqamli futbolka berilganidan so'ng Angliya terma jamoasiga Jahon kubogini qo'llab-quvvatladi. Bellingham Anderson bilan birgalikda Floridada Jahon chempionati oldidan birinchi marta 8 raqamli Angliya poyezdida ko'ngildagidek ko'ylakni oldi. Jude Bellingham Angliya terma jamoasiga Jahon chempionati kampaniyasi uchun 10 raqamli futbolka topshirilganidan so'ng Tomas Tuxeldan ko'mak oldi. Seshanba kuni Floridadagi yig'inda tayyorgarlik boshlandi va yarim himoyachi Kobbi Maguaynu g'alaba qozonishi mumkinligiga ishondi. Turnir Angliyaning Jahon chempionatining ochilish marosimiga 2 hafta qolganida Tuxelning 26 nafardan 21 nafar Angliya terma jamoasi yulduzi Kildun Harlekinni tark etadi. Angliya terma jamoasi futbolchisi Elli Kildun mavsum oxirida Harlekinsni tark etadi.